Faqat oilaviy joy dedingiz, mana haqiqatdan ham oilaviy, toza, halol joyga kelganman. Dachani qarang, zo'rligini, приятный, mazza qilib dam olish uchun sharoitli zo'r qilib qo'yilgan. Basseynimizda idealniy природа, полный Chorvoda, Chinorkent kanatkasi shunday ko'rinib turadi. Kartinki mahallada joyimiz, basseynning atrofiga qo'yilgan lijaklarni ko'rasizmi? Haqiqiy tumsoqlarni qo'yib qo'yilgan, archalari zo'r, haqiqatdan ham dacha kislorodniy zo'r, fayzli joy. O'tirish uchun tapchan. Qozonchali shunaqangi приятный, tozaligi birinchi o'rinda qaraydigan dachalardan bittasi. Kesanlik xudo olsa uyaltirmaydi. Oilangizni olib kelib, mana shunaqa joyda dam oltiringlar, tavsiya qilaman. 2 million so'mdan avgust oxirigacha faqat oila uchun gaplashib qo'ydim, bu kulfatlar qo'yilmaydi. Realniy dachning zonada haqiqatan ham dacha mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, qaranglar, kolonka bor, stolni tennis bor, stul bor. Bu yerda yumshoq mebel, mazza qilib dam olasizlar. Dachani atmosferasini sizlarga yetkazib bera olmadim. Kelib dam olinglar, pastliklar nomeri bor, tezroq joyi bron qilinglar. Xudo uyaltirmaydi sizlarni. Chorvoqlik bo'lib faqat sizlarga yaxshisini ko'rsatadi.